Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Sulayman Maghribi'nin Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul ve Mecmu'uz Zawaid namlı kitabının 5-ci tomu. Biz okup kiyim-kechek ve zibzinat bölümünü okuyatqan kagayadın davamlaşdırımız. Kiyim-kechekning türleri ve rangları, qandaq kiyimlerini kiyip, qandaqlarını kiymeslikning lazımlığı doğrusida. Abu Davud'ның sahih rivayetida Ummu Salama radhiyallahu anha mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning eng yaxshi ko'rdigan kiyimi ko'nglik edi. Tirmizining sahih rivayetida Suvayd ibn Qays radhiyallohu anhu mundaq deydi: Maghfara abdi ikkimiz Ajar degan joydan kiyim-kechak elib kelgan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir qancha tambal sotib olmoqchi bo'ldi. Mening qoshimda haq elib tarozi tutadigan biri bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga tortqin, ig'irroq tortqin dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Misvar ibn Mahrama radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bir muncha palto kelgan ekan, dadam Mahrama menga "Yur, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiq borayli. Balkim kelgan o paltolardan bizga berib qolishi mumkin" dedi. Biz yetib borganda dadam eshik oldida turib bir nimalarni deyishga boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dadamning ovozini tunib bir paltoni ko'tarib chiqdi va o paltoni maqtab: "Ey Mahrama, biz buni sen saqlab qo'ygan edik" dedi. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: "Ishga oldiga borganda dadam o'g'lim Payg'ambar alayhisalomni chaqirgin" dedi. Bu so'z menga bek ma'qul keldi va Payg'ambar alayhisalomni sening yoningga chaqirib chiqamdim dedim. Dadam: "Ey o'g'lim, Payg'ambar alayhisalom undaq mutakabbirlardan emas" dedi. Shuning bilan men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni chaqirdim. Payg'ambar alayhisalom sirtga chiqdi. Qo'lida tugmillari oltindan qilingan qilin ipak palto turardi. Dadamga: "Ey Mahrama, buni sen saqlab qo'ygan edik" dedi va uni dadamga berdi. İmam Buxariyning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Yamanning paxtadan tikilgan va zar tutilgan kiyim-kechaklarini kiyishni yaxshi ko'radi. Abu Davudning sanadi Hasan rivoyatida Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bir qism xavorijlar Aruriyya degan yezdan Hazrat Aliga qarshi bosh ko'tarib chiqqanda men Ali radhiyallohu anhu ning yoniga keldim. U menga ular, ya'ni xavorijlar bilan ko'rishib kelgan dedi. Men Yamandan kelgan eng asl kiyimimni kiyib, raviylardan Abu Zumal Ibn Abbas kelishgan va ovoz jaranglik biri edi degan. Ularning qashiq bordim. Ular: "Ey Ibn Abbas, xush kelibsan. Biroq nima bu ushangdiki?" deyishdi. Men: "Sizlarning meni ayiblash haqqinglar yo'q. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu kiyimlarning eng asllarini kiyganligini ko'rgan edim" dedim. İmam Buxariyning rivoyatida Abdulvahid ibn Ayman dadasidan mundaq rivoyat qiladi: Men Aisha radhiyallohu anhaning qishig'iga kirdim. Uning ustida qalin paxtaroqdan tikilgan 5 tanga qiymatida bir ko'ylak bor edi. U menga ko'zingni ochib dedikimga qarag'in. U bu kiyimni uyda kiyishkim xijil bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida mening bir ko'ylakim bor edi. To'y bezmiga yasinib bormoqchi bo'lgan Madinalik har qanday ayol u kiyimni o'tib berib turishim uchun odam avatdi dedi. İbn Majahning sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Umarning ustida bir oq ko'ylakni ko'rib, "Bu kiyim yuyilganmi yoki yangimi?" deb so'radi. Umar radhiyallohu anhu "Yuyilgan" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yangi kiygan, madihiga loyiq yashagan va shahid bo'lgan holda o'lgan dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men qizil bo'yilgan narsaning ustiga minmayman, sariq bo'yilgan kiyimni kiymayman, yoqsiga ipakdan ishlangan ko'ylakni kiymayman. Bilinglarki, erlar rangsiz, ammo puroqliq, atir va boshqa xushpuroqli narsalarni ishlatadi. Ayollar puroqsiz, ammo rangli narsalarni ishlatadi." İmam Müslimning rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening o'shamdagi sariq bo'yalgan ikki kiyimni ko'rib, "Anang seni mush kiyimni kiyishga buyurdimi?" dedi. Men "Buni yuvib kiyay" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni yuvib yurmay ko'ydirib o'tgan dedi. İmam Müslimning yana bir rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Bu kofirlarning kiyimidir, shuni kiymagan" degan.
Nesai'ning sahih rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning bu qilmishidan qattiq achchiqlab, darhol berib bu kiyimlarini tashlab o'tgan dedi. Abdullah ibn Amr Allohning payg'ambari uni nega tashlab o'taman deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tib tashlab o'tgan dedi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Amr ibn Shuaybning cho'ng dadasining mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ma'lum bir davondan birlik tushib o'tdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchamdagi sariq rangli kektikimni ko'rdi-da, bu qanday kektik deb so'radi. Payg'ambar alayhissalomning uni yoqtirmaganligini bayqab darhol uyga keldim. Uydagilar tonur qizitib o'tibdi ekan. Bu yaktakni tonurga solib etdim. Aytsi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashig'iga kelgan edim. Mendan "Ey Abdullah, tuninki yaktakni qanday qilding?" deb so'radi. Men uni o'tib tashlab o'tganligimni aytgan edim. Oilangdagi ayollardan biri kiydirib qo'ysang bo'lmasmidi? Chunki uni ayollar kiyis bo'laveradi dedi. Razinning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sapron va varas, ya'ni bir xil bo'yoq tekkan kiyimni kiymanglar." İmam Buxariyning rivoyatida Xolid ibn Saidning qizi Ummu Xolid radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men dadam bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga bordim. Mening ustimda seriq ko'ylak bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sanah Habasha chiroyli degan so'z. Sanah dedi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarlik mehrini o'ynashga boshlagan edim. Dadam meni silkishledi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z ixtiyori qo'yib o'tgan dedi. Ondan menga uni kiyimni ko'nrab yirtilish kiygan, ondan uni ko'nrab yirtilish kiygan, ondan uni ko'nrab yirtilish kiygan dedi. Ravilardan Abdullahning aytishicha, Ummu Xolid u ko'nglakni yirtilib parcha bo'lib ketgich kiygan. İmam Buxariyning rivoyatida Xolidning qizi Ummu Xolid radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kichik bir qora kiyim keltirildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytib beqinglarchi, bu kiyimni kimga kiygizib qo'ysak bo'lar dedi. Sahobalar chib turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ummu Xolidni qishimga kelinglar dedi. Men uning qishig'iga keltirildim. U menga kiyimni o'z qo'li bilan kiydirib qo'ydi va ko'nrab yirtilgan qadar kiygan dedi. Ondan kiyimning qizil, seriq gullarini menga muborak qo'li bilan ko'rsatib turib, "Ey Ummu Xolid, bu sana. Ummu Xolid bu sana dedi. Sana degan so'z abash tilda chiroyli degan ma'noni ifodalaydi. İmam Buxariyning rivoyatida Xolidning qizi Ummu Xolid radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men abash zimindan keldim. O chaqda texi kichik qiz edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga gullik bir kiyimni kiydirib qo'ydi. Ondan o kiyimning gullarini muborak qo'l bilan siylab turib, sanah dedi. Ravilardan Umayda sanah degan so'z nima degan chiroyli degan ma'noda keldi degan. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Rimsaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ikki qo'l yeshil to'n kiyib olganligini ko'rdim. Tabaranining rivoyatida Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yeshil rangni hamma demak yaxshi ko'radi. İmam Ahmedning rivoyatida Hasan Basriyning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Umar radhiyallohu anhu haj tamattuni cheklamoqchi bo'lgan edi. Ubay uningga "Bundaq qilish haqqing yo'q. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birlikda haj qilganda tamattu hajni qilgan edik. U bizni bundaq qilishni to'smagan dedi." Ondan Umar radhiyallohu anhu bu masaladan burilib, Yaman ipidan to'qilgan kiyimlarni suydik bilan bo'yalganlik uchun cheklamoqchi bo'lgan edi. Dadam yana "Bundaq qilish haqqing yo'q. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq kiyimlarni kiygan edi. Uning zamonida bizim kiygan edik" dedi. Nesai'ning sahih rivoyatida Abu Ahvasning dadasining mundaq deganligi rivoyat qilindi. Men o'shamga oddiy kiyimlarni kiygan holda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga bordim. U mendan "Pul mening bormi?" deb so'radi. Men turlik mollarim bor dedim. U "Qaysi turlik mollaring bor?" deb so'radi. Men "Alloh menga tuga, qo'y, at va qul qatorliqlarni berdi" dedim. U menga "Alloh sana mol bergan ekan, Allohning ne'mati va karomati ustingda ko'rilish kerak" dedi. Tirmizining Hasan va sahih rivoyatida Amr ibn Shuaybning bo'sidan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Shak shubhasizki, Alloh bandaga bergan ne'matining asrini, iznasini uning ustida ko'rishni xohlaydi." Tirmizining rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yirik ipti to'qilgan yo'lliq ikki qur kiyim bor edi. O'ltirgan chaqlarda terlab kelsa, u kiyimlar uning ig'i keladi. Kunlarning birida Shamdan bir Yahudining raxtlari keldi. Men: "Ey Rasululloh, u Yahudiga odam ematib
qo'lingga pul kirganda berish sharti bilan ikki kiyim sotib olsang bo'lmasmidi dedim. Shuning bilan uning yeniga odam avatdi. U Yahudi tushundim. Muhammad melimni va pulimni elib olmoqchi bo'pti dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning so'zini anglab, u mening Allohdan eng qo'rqadigan va eng omonatdor odam ekanligimni bilib turib yolg'on so'zlabdi dedi. İmam Malik'nin rivayetinde Cabir ibn Abdullah Ansari radıyallahu anhumanın mundaq deganligi rivayet qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birlikda Bani Anmar g'azatiga chiqdik. Men bir tip daraxtning tubida o'ltirmayla Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelayotganligini ko'rib, "Ey Allohning payg'ambari, bu daraxtning soyasiga marhamat qilgan" dedim. U yanama kelib o'ltirdi. Men darhol o'rnimdan turib, xurjunimdan yigirek bir narsa aqtirishga boshladim va kichik bir tal tarxamakni elib, ikki parcha qilib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga qo'ydim. U "Buni qayerdan topdinglar?" deb so'radi. Men "Ey Rasululloh, Madinadan aytib kelgandik" dedim. Bizning bir odamimiz bor bo'lib, u orqamizdan padillarimizni aydab ma'atdi. Bu qatim arkamızdan padlarını edip kilovatdı. Onun üstüde yırtık iki yektek var idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görüp, "Onun başka kiyimi yok mu?" dep soradı. Men "Ey Rasulullah, boqçıda yana iki kiyimi var. Men onunğa kiygizip qo'ygandim" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu chaqirgan, "Şu kiyimlerini kiyip alsın" dedi. Men onu chaqirdim. U kiyimlerini kiyip bulup ketish uchun orqaga olmoqchi bo'lgan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah boynuga qilich urg'ulsun. Bu kimlar uning uchun texim yaxshi emasmi dedi. U kishi bu so'zni anglab qolib, "Ey Rasululloh, Allohning yo'ldimi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Ha, Allohning yo'lida" dedi. Rost degandek u Allohning yo'lida shahid bo'lib ketdi. Tabaranining Al-Kabir'dagi rivoyatida Ibn Sirinning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Tamimiddari 1 tonni 1000 tangaga sotib olgan bo'lib, bu tonda namoz o'qiydi. Tirmizining Hasan rivoyatida Sahl ibn Muaz ibn Anas Juhanining dadasidan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki biror isil kiyimni kiyishga qodir turib, Allohning rozisiga erish maqsadida kichik fe'illik qilib, uni kiymasa, qiyomat kuni Alloh uni insonlarning oldiga chaqirib, iymon bilan zinnatlangan to'nlarning qaysini xolsa, shuni kiyish ixtiyorligini beradi." Abu Davudning Hasan rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki faxrlanishni namoyon qiladigan kiyimni kiysa, qiyomat kuni Alloh uning shu kiyimni kiygizadi. Ondan uningga o't tushib lavlab kuydi. Kimki boshqa qavmga o'xshab olsa, u shulardan bo'ladi." Shuning bilan bu kitobning 5-tomi tugadi. Inshaalloh ertadan boshlab 6-tomni o'qishni boshlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.